28 million so'mgacha bo'lgan zarar summasini olishda yordam beramiz. Adjuster o'z tashkiloti. Xullas aka-ukalar qaranglar. Majburiy avto sug'urtadan xabarlaring bor. 2026-yil 1-yanvardan boshlab yengil mashina uchun viloyatlarimizda 40 ming so'm sotilardi va u 14 milliongacha bo'lgan zarar summasini to'lab berar edi. Xoh Yevroprotokol, agar sud orqali bo'lsa, sud orqali to'lab berar edi. Endi shu 1-yanvardan boshlab shu summa 40 minglik sug'urta summasi 160 ming so'm bo'ldi va ko'ryapsiz, operator yaqinlashtiring, 28 million so'mgacha aylandi. Mana shunaqangi yo'l transport hodisasi bo'lgan holatda aka-ukalarimiz biz sizlarga har safar aytyapmiz. Bizni ishonch raqamlarimizga telefon qilinglar, qo'limizdan kelgancha xodimlarimiz boradi. Tunu kun e'tiborga olinglar, tunu kun. Muammo yo'q. Yetib boradi, qo'lidan kelgancha yordam beradi. Agar ikkita avtoyo'l o'rtasida bo'lgan bo'lsa, tan jarohat bo'lmagan bo'lsa, aybiga iqror bo'lsa, transport hodisasida biz Yevroprotokol orqali, ya'niki siz afzalligini aytib ketaman, sud bo'lmaydi, jarima maydoniga kirmaydi mashinangiz, GAI xodimi aralashmaydi. Mana shu hamma xarajatlarsiz, ya'ni ovoragarchiliklarsiz xarajat ham kiradi, ovoragarchiliklarsiz ham kiradi. Mana shu holatda sizlarga 28 million so'mgacha bo'lgan zarar summasini olishda yordam beramiz, baraka topinglar. Holat 102 ga o'tib, tan jarohat bo'lib, ikkita, uchta avtoyo'l o'rtasida bo'ladigan bo'lsa ham maslahatlar beramiz, ya'ni konsultatsiya. Sizlar majburiy sug'urta kompaniyasidan 28 million so'mgacha bo'lgan zarar summasini olishlaring mumkin. Bu bo'yicha ishonch raqamlarimizga telefon qilinglar. Operatorlarimiz yana ham to'liqroq ma'lumot berishadi. Yo'llarda ehtiyot bo'linglar, Allohga omonat.